Respublika bosqichi bo'ladi. Respublika bosqichida Damas avtomobili 250 million pul ikkinchi o'ringa ham Damas avtomobili 200 million pul, uchinchi o'ringa ham Damas avtomobili 150 million pul beradi. Sizlar bugun birinchi marta hozir to'g'ri tashkil qilinganligi uchun birinchi marta qizlarimiz ishtirok etdi, lekin yaxshi natijalar yaxshi. To'g'rimi? Bu 7-8 maktab ichida saralanadi. Uchinchi o'rinda o'tish omadli deyman sizlarga, qizlarimiz baxtli deyman. Alloh yuzlaringni yorug' qilsin. Bundan yuqori cho'qqilarga kelishinglar. Nima niyat qilsangiz Alloh bersin. Ota-onalarga rahmat, qolaversa ustozlaringga rahmat. Eng asosiysi mana maktab direktori ota-onalarga. Sizlarga mana shunday sharoitlarni qilib, hukumatimiz prezidentimiz tomonidan yaratilgan sharoitlarni sizlarga to'g'ri yo'naltirib, yetkazib kelishyapti. Ana shu sizlar vaqt qolganlik sizlarga javob berdik. Mana va'daga binoan kelib Quloqni muborak. Bu savollarga ko'p kelganimiz yana shu jamoat nomidan, aynan nomidan, aka nomlar nomidan oz bo'lsa ham mana shu savol bor. Endi mana bu to'g'risida